Qadrli qarindoshlar, bugun peshqadam ustozimiz Ahmad Egamberdining ھايات مەنزىللىرى ناملىق kitobini o'qishdan burun bu kitobni nashirga tayyorlash uchun zo'r ajr singdirgan Nodira Yusuf xonimning 2019 yili 19 iyul Avstraliyaning Adelaide shahrida o'tkazilgan Tangirtog' xonim qizlar guruhining uyushtirishidagi bu kitobning nashrdan chiqqanligini tabriklash, imzo qo'ygizish, shundaqla muallifga to'n kiygizish marosimida so'zlagan so'zini o'qib o'tmoqchiman. Hayot manzillarida men ko'rgan manzirlar. Nadira Yusuf. 2019 yili 19 iyul. Ali Nur bilan ikkimiz Melbournedan Adelaide'ga uchadigan aeroplanga chiqib, uchishni kutib o'ltirdik. Bilmayman, ajoyib hayajonda edim. Yuraklarim tepchaklab turadi. Bu mening tunji qatim Adelaide'ga berishim emas, albatta. Yilda yig'in, to'y, nazr degandek bahonalar bilan bir qancha qatim berib turatdim. Har qatim borganimda o'zimni yurtqa, ya'ni G'uljidagi uyimga qaytgandek his qilib qolatdim. Chunki vatandagi vaqtda ta'tilda G'uljiga qaytganda tuqqanlar, do'stlar, hatto momamning qo'shnilaridan tortib hammasi uchrat bo'yicha degidak uylarga chaqirib, mehmon qilishib, vaqtim yo'q desam, balam, bir china atgan choy bo'lsin ichib chiqib keting deb turib oladi. Atganlik tomoq, tushlik va kashlik tomoqlarda o'xshamagan uylarda bo'lib, kashda yoshlar bilan ayrim bog'larga chiqib ketdik. Adelaide manga naq shu tuyg'uni beradi. Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan bu shaharda jamiyatimiz ham jamoatimizmi ajoyib kuchlik va edi. Allah bularni yomon ko'zlardan saqlasin. Sirtdan kelgan mehmonlar, mayli u boshqa davlatdan yoki Avstraliyaning boshqa shaharlaridan kelgan bo'lmasin, ashundoq öy-öyga ulgurmay mehmon bo'lib ketdik. Hatto Uyg'urlar o'ltiraqlashgan rayondagi savdo sarayiga kirsingizmi, har qadamda Uyg'urlar bilan uchrashib, o'zingizni xuddi do'nko'rik bozorda ketayotgandek his qilsiz. Uyg'urlarning olimi Erkin Sidiq aka Avstraliyaga kelib, Adelaide'dan qaytib Melbourne'ga kelganda, Erkin aka, Adelaide qandaroq ekan deb so'rsam, voy ukam, bu tuyg'umni tasvirlab berolmayman. Xuddi yurtimga qaytgandek bo'lib qoldim degan edi. Vatanni seg'ingan, tashna bo'lib yurgan bu kunlarda mushundoq bir g'arb davlatida bu xil hayot kishiga zavq va huzur beradi. Shu xiyollar bilan bir soat uchib Adelaide'ga yetib kelganimni bilmay qaptiman. Bizni keladi deb tushga ulgurtib bir qarindishimiz Ahmad dadamni va boshqa mehmonlarni uyga chaqirib qo'ygan ekan. Yuqorida aytib o'tganimdek, aeroplandan tushib, o'tdilla bu so'ygi muhabbat to'lgan hayotga keldik. Ustozim Ahmad dadam bilan ko'rishdik. Xuddi menga o'xshash Ahmad dadammo hayajonda edi. Men bugun bu go'zal shaharga Ahmad Egamberdining ھايات مەنزىرىلەر kitobining nashr qilinganligi munosabati bilan Tangirtog' xonim qizlar guruhining o'rinlashtirishidagi to'n kiygizish va imzo qo'yish murosimiga kitobni nashirga tayyorlag'uchi suhbatim bilan taklif qilingan edim. Meni hayajonga solg'ini bir kitobni nashrga tayyorlash emas, balki Ahmad Egamberdidek bir ustozning, bir inqilobchining, bir shoirning butun hayotini Uyg'ur davosiga atagan tavranmas ruhga ega bir zotning kitobini nashrga tayyorlaganligimdir. Men 2005 yildan boshlab Ahmad dadamning yanida qizi, kotibi, saptishi bo'lib kelyapman.
bu ustozimdan algan tarbiya, bilim, hayat tecrübeleri hiç qandaq universitetimi algıl bolmaydigan bilimler idi. Mendek bir oddiy insonning shundaq tepilmas fursatga erishganligimdan har zaman Allohga shukrlar bo'lsin deyman. Faoliyat soat 6da boshlandi. Men Ahmad dadam bilan naq 6da zalga yetib keldik. Zalning oldida yo'g'on ramkaga ilingan hayot manzillari bilan ko'rishga xush keldingiz degan chiroyli ramka tiklaglik edi. Zal bakmi cho'ng emas, ammo illiq edi. 200 dak o'rindiq ratlik tizilgan, sahnaga bir ustal qo'yilgan, yenida hayot manzillarining muqovasi cho'ngaytilgan ramkaga ilingan. Üstüdə söyümlük ay yıldızlıq kök bayraq və Avstraliyanın bayraqı esiqliq idi. Zalның yuqırqı tərəfində uzun üstəl qoyulub, sangza, meyve çivə və bu yerdəki qolu gül xanımlar pişirgan esil, mezilik, nazu nimet, tatlıq türümlər tolub turatdı. Murasim ana til maktabining ballarının o'rinlashidagi Ahmad Egamberdining ko'k maykliq ay jolpan degan she'rini deklamatsiya qilish bilan boshlandi. Murasim kun tartib bilan davomlashmoqda edi. Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining sobiq raisi Abdulg'ofur Hojim ustozimizga atab maxsus tikkizilgan yeshil tonni kiygizganda zaldagi vatandoshlarning hayajonda yangratgan olqish sadolari o'zilmay qoldi. Ular bu peshqadam ustozning umr bo'yi vatan millat uchun qo'shgan to'kpillarini, xizmatini taqdir qilishmoqda, hurmat so'ygullarini izhor qilishmoqda edi. Ahmad dadamning Avstraliyadagi uzun yillik sapdeshi Aslixon apandi so'zga chiqib, Ahmad dadamning Avstraliyadagi natijalarini tövandagi nuqtalarga yig'inchoqladi. Birinchi, 1992-yili 25 aprelda qurilgan Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining asosli qurg'uvchisi va da'voning boshlamchisi. İkinci, 1992-yili 15 noyabrda qurilgan Janubiy Avstraliya Uyg'ur tili maktabining asosliq qurg'uvchisi. Üçüncü, 1993-yili tunji qitim Avstraliyada ingliz tilida qo'sh oylik gazet nashr qildirib, yerliklarga vatan davosini tunishtirgan. To'rtinchi, Janubiy Avstraliya islom jamiyatida rahbarlik vazifasini o'tagan tunji Uyg'ur. 5. Vandana masjidi, ya'ni Adelaide shahridagi Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan rayonning qurilishiga asos solgan cho'nglarimizning biri. 6. Avstraliya hukumatiga vatanimizning besivilingan zamin ekanligini, kommunist Xitoylarning Uyg'urlarni yo'qotish uchun elib berayotgan razil siyosatlarini va xalqimizning tortayotgan azob uqubatlarini tonishtirish orqali Avstraliya hukumatining Uyg'urlarga siyosiy panohlik berishiga sabab bo'lgan cho'nglarimizning birisi. 7. İstanbulda 1992-yil qurilgan 2 qatimliq Sharq Turkiston Milliy qurultayining qurg'uvchilarining biri va shu qurultayda raislik vazifasini o'tagan. 8. Adelaide'dagi hozirgacha davom qilib kelayotgan 1997-yili fevralda boshlangan 30 o'g'il mashribining asosli qurg'uvchilaridan biri. 9. Adelaide'dagi Abo Bakri masjidining barpo bo'lishiga sabab bo'lgan cho'nglarimizdan biri. 10. Adelaide'ga tunji Uyg'ur imomini hukumat rasmiyati bilan elib kelishga asosliq yo'l mangan cho'nglarning biri.
11-ci Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin qurğuçularının biri və tunji qarar hökumət başlığı vəzifəsini ötəgən. Bu tonuşturuşlarını anlagan yığın əhli xuddi Əhməd İgənbərdini tunji көргәндәк, xuddi qayta tonuşqandək tuyğuğa gəldi və köp rəhmətlərini bildirişdi. Көз ешіді нәмләнген зімін деген кітапның аптори Сөйінгүл ханым сөзге чықып Әхмәт Игенбердіге юқыр баха берді вә uzun ömürlər тіледі. Yığın davamıda mən kitapның dəsləbki korrektorluğunu qılğan Yultuz Teyipcan xanım və kitapның muqavısını layilігən Alinur Uyğur xanımla ayrım-ayrım söz qıldıq. Andın Uyghur tilidagi yazmalarni voyaga yetkazib o'qish bilan nomi chiqqan Pərizat xonim intayin sifatli holda kitobdan ariyalar o'qidi. Shundoq go'zal va lirik o'qidiki, maydondagilar tim tas bo'lib ketgan edi. Biz bir kitob anglamadik, aslida isil ishlangan bir film ko'rgan edik. Ahırda bu kitapqa ajr singdirganlarga ayrım-ayrım holda lavhalar taqdim qilindi. Murosim intayin ratlik, tartiblik, mukammal o'rinlashtirilgan edi. Mushundaq isil ham sifatlik bir faoliyatni o'rinlashtirgan Adelaide shahridagi Tangirtog' xonim qizlar guruhiga ofirin aytish bilan birga cheksiz tashakkurimni bildiraman. Shundaqla vatan millat uchun tinimsiz jon tikib xizmat qilayotgan tühpikar ustozlarni va da'voning oldingi sepida ketayotgan sarkardalarni qo'llab quvvatlashning naqadar zarurligini, ular hayot vaqtida qadrini qilishning shunchalik isil va yuksak bir fazilat va buruch ekanligini ko'pchilik bilan o'rtoqlashmoqchiman. Shundaq urg'uliq to'yg'ular bilan murosim g'albilik oxirlashdi. Tangirtog' xonim qizlari guruhiga, Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatiga va Adelaide shahridagi mehrlik vatandoshlarga cheksiz so'ygu va hurmat tashakkurlarimni sunaman. 2019 yil 29 iyul Melbourne